Мен Asmiyar Hasanova. Мен sizni bugun moy yozishga o'rgatam. Aning uchun bizga sut usti kerak bo'lacak. Ham shu sut ustini biz 1 soatga solamizda qoshiq bilan bulg'atamiz. Bulg'atgan arada aning suvi chiqar. Ham shu suvni bitgancha bulg'atirga kerak. Hozir shu suvni soatga bo'shatamiz. Ana bo'shatgandan so'ng biz ana sovuq suv bilan yuvamiz. Hozir mayni yuvgan suv bilan suvni bo'shatamiz. Ham kiri boshdan yuvamiz. Hozir bizning so'ri tushda moy borliqqa keldi. Ha biz aning suvini sig'amizda mayni formashkaga qo'yamiz. Bu bizning so'ri moy. Ana oshirga yaray. Andan turli taomlar bilan pishirga yaray.